Kubul olaman deb keldingmi? Hozirgacha kubul olaman deb kelganda shu. Qara. Yo'q. Pulang bormi? Puling bormi? Kubul olishga? Ha? Otangiz ko'rsin buni. Otang pul taylayapmi? Dollar taylayapmi? Nima mashina olasan? Kubul. Puling ko'rsatchi. Puling ko'rsatchi. Qayerda aytdi? Yo'qda. Uydami? Xo'p. Xo'p, do'stlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh do'stlar. Xudoga damiz Qatariga oldik. O'tgan video olganimda, ya'ni kubuzlarni, Nexia'larni olganimda damiz olmay qoldim deb so'raganlar ko'payib ketdi. Do'stlar, biz talabga qarab video qilaveramiz. Prosta like bosib, bitta kommentariy yozib qo'ysanglar, o'sha videoni nima olishimiz kerak bo'lsa, o'shani olaveramiz. Do'stlar, o'shaning uchun videomizga maksimal like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yish обязательно esingizdan chiqmasin do'stlar. Sizlar qancha like ko'paytirib qo'ysanglar, biz shuncha videolar ko'paytirib sifatini oshirib berishga harakat qilamiz. Mashinangizni qanday qilib uydan turib chiqmasdan sotish haqida yoki sotib olish haqida o'ylayapsizmi? Endi ko'p o'ylashning hojati yo'q. O'zimni Telegram kanalimni tavsiya etaman. Bu yerda barcha turdagi mashinalarni topishingiz mumkin. Aytib o'tishim kerakki, bu yerda barcha surxondaryoliklar yig'ilgan. 5 tadan 10 tagacha mashinalar qo'yib borilyapti. Kanal silkasi opsiya va kommentariyada bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'ying. Xo'p do'stlar, Damas Qatariga aytganimizdek kelib oldik. Xudo xolasa Damas 1-2larni obzor qilib beramiz do'stlar. Xo'p, buni yili necha aka? Assalomu alaykum. 15 ga 16. 15 ga 16. Kraskasi qanday? Oppoq rangda Damas. Tozami? Ketgan ham yo'qmi? Ketgan ham yo'q, toza ekan do'stlar. Bolalarga ko'rishing mumkin, bolalar ekan. Zo'r yurgani qancha? 100 ming ga. Qo'lik qo'llari bor, 140 yurgan, ha? Shogirlar ham shu. Metallari ham bormi? Metani bor. Metallari bor. Narxini qancha aytyapsiz? 65 million so'm deyapmiz. 65 million aytilyapti. So'radimmi bozor? Kelishtirib beramiz. Kelishtirib berasiz. Nomer ayting. 97lik. 97lik. 533. Xo'p, 82 42. 82 42. Biz kanaldan, chin dildan telefon qilsa qancha bo'lsa berib yuborasiz? Naqd pulga. Kelishtirib beramiz. Hozir qancha so'rab o'zi? 58 59 so'rayapti. Variant imkoniyati bormi? Variant ham bor qilib. Bora. 50% to'lovni qilsa, olib kelsa bo'ladi, ha? Qayerdan? Moli bormi, echkisi bormi, barter Nimasi bo'lsa ham Mol bo'lsa ham bo'lsa ham olaman. Yo'q, valladesiz. Shunday odam kerak deydi. Do'stlar, xullas barterga nima bo'lsa ham imkoniyati bor, variantga imkoniyati bor do'stlar. Hozirgi paytda pullar hosil qo'ygan, o'shaning hisobiga variantga mashinalar ham ko'payib ketdi do'stlar. Xo'p, 50% to'lovni qilib olib kelsanglar bo'ladi. Bozor 58 million bozor savdosi bo'lgandan keyin 65 million aytilishi ekan. Kraskalari top-toza 15 ga 16 do'stlar. Metallari qo'yilgan, bir kirib yurgan ekan mashina do'stlar. Qiziq telefon qilib gaplashib baraka qo'ysalar bo'ladi. Barterga imkoniyati bor ekan aytganimizdek. Buni yili necha ekan bu? Yili 24 mi? 25 ha? Do'stlar, 25-yil Damas. Ko'rishlar oppoq rangda. Xo'p, bolalar mana yangi to'qqa. Qancha yurdi bu? 550 kilometrmi? Qo'lik chiqonlar qildingiz, ha? Metallarni qo'ydingizmi? 550 kilometr yuribdi. Hamma yo'q qilingan, balonlar qo'yilgan. Narxini qancha aytasiz? 106 million. Bozor so'radimi? Qancha? 102 million bermay turibsiz. Nomer aytib oling, telefondan. 91lik 971 71 55 ha? Qayerdansiz? Deyinoni do'stlar. Variant imkoniyat bormi bu? Naqd pul ha? Do'stlar 106 million savdosi aytilib turilgan ekan. 102 million bozor savdosi bo'lgan ekan. 500 qancha kilometr yurgan ekan. Kraskalar top-toza 4 ta balon yangi qo'yib borgan ekan, metallari bor ekan. Xo'p, chiqib poliklar ham qo'yib borgan ekan. Do'stlar, xullas xarajat qilingan, olasizlar, tayyor minasizlar. Narx ham zo'rda. Do'stlar, narxi zo'rda. Damozlar o'zi vaqti sinib ketdi. Narxlar vaqti sinib ketdi. Prosta hozir. Eskiroq damozlar ham yo'q ekan. Buganda olib beradi. Buni yili necha rais bu? Yili necha? Sizdanmi? Ha. Bochi? Bilmadim onu. Necha pul aytasiz bu 23 ta? 90 deyapsiz. Kraska toza. Top toza. Metani bor. Metan bormi? Bor. Bor. Kraskalar top toza. Necha pul aytasiz? 90 million aytilyapti. Yurgani qancha buni? 23 ta. 12 ming. 12 ming yurgan. Qancha so'radi bozor? 86. Bermanlarmi? Nomer bor, telefon nomeri. Ayting.
91'lik 573 55 91'lik 573 53 55 Ha 55 0 0 ekan do'stlar. Telefon qilinglar. Xo'p, variant imkoniyati bormi? Yo'q, variant. Variant yo'q ekan. Naqd bo'lsa beraveradi. Buni yili necha? Necha? 18-yil do'stlar, kakada yili pastroq ekan. Faqat yili baland qoldi. 23, 24, 25 qoldi. Kraskasi qanday ekan buni? Oqda. Rangi oq. Toza. Toza. Petnoyim yo'qmi? Toza yo'q. Petnolari ham yo'q. Balonlari yangi do'stlar. Yurgani qancha? Chihol poliklar qilingan barlari bor. Mana 115 ming yurgan ekan do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Metallari ham qo'yilgan, ha? Matfon-patfonlari bor. Xo'p. Balonlari ham yangi qo'yib olgan ekan. Narxini qancha aytyapsiz aka buni? 70. So'ragani bormi-ku bozor? So'ragani yo'q, ha? Telefon nomeri aytib yuboring-da. 97lik 798 12 97. Oxirgi senasi qancha ekan buni o'zi? Bo'lmaydi. Narxi aytsangiz yaxshi-da, buni hamma qiziqadi-da. Variant imkoniyati bormi? Qancha oxirgi senasi? 65. Telefon qilinglar do'stlar, 65 bo'lsa berib yuboramiz ham. 70 million aytilinishi ekan. 18-yil kraskalari 100% toza, 115 ming yurgan ekan. 4 ta balon yangi ekan, metallari bor ekan. Chihol puli hamma yog'i qilingan ekan do'stlar. Qasam bo'lsa telefon qilinglar. To'g'ri. Yili nechi buni? Buni yili nechi ekan laboni? 22. Sir laboni ko'rsataylik. Hammasi zamon. 22-yilda ishlab chiqarilgan labo do'stlar. Xo'p, mana bu spesial qo'yilgan balonlar. Bor, kraskasi tozami? 114 ming euro. Chihol polik qilingan. 114 ming euro. Metallari hamma yoq qilingan, ha? Ular hamma yoq tayyorlangan. Narxini qancha aytyapsiz aka? Narxini 100 million deyapmiz. 100 million aytilyapti. 87 bo'ldi hozir. 87 bermanlar. Nomer aytib yuboring. Nomer ham. Ko'rsating. Nomerlarga telefon qilasiz. Qancha oxirgi senasi aka? Naqd pul bo'ladi. Oxirgi naqd 90 bo'lsa beradi. Shundan chiqsa, bo'ldi. Yana ham telefon qilasiz. Qayerdansiz aka? Sho'rchadan ekanmiz. 90 million bo'lsa beramiz deb, yana ham telefon qilib gaplashasizlar dedi. O'sha xullas tayyorlangani, hamma yog'i zo'ri, 1 kundan oshgan ekan. Kraskalar toza ekan, balon yangi qo'yib borganman yaqinda deyapti do'stlar. Metan petan chihol po'g'ol hamma yog'i bor ekan do'stlar. Ular buni tayyorni so'raganlar, shuncha jigarlar. Labo sizdanmi? Yili nechi? 23 kraskalar toza. Narxini qancha aytyapsiz aka? 120 ming aytilyapti balonlarning. Chihol pusollar qilingan do'stlar, barlari yo'q ekan. 25 ming yurgan ekan, matfonlari bor. Metan qo'yilgan, ha? 65 talik metallar ham qo'yilgan ekan. Bu narxini qancha aytyapsizlar? 105 million. Bozor so'radimi? 86 dan 7 gacha savdosi bo'ldi. Telefon nomeri aytib yuboring aka. 93lik 222 22 60 nomerlarga telefon qilsanglar. Qancha so'radi dedingiz bozor? 86-87 qilyapti, aka bermaydi. Variant imkoniyati bormi? 86 dan 7 gacha savdosi bo'lgan ekan. 23 yildamas. Barter Cobaltga. Bu Barter Cobaltga imkoniyati bor ekanlar. Akazonimiz chachimasdan. Buni yili nechi ekan? 98, kraskasi qanday? Mana yil pastroq do'stlar, kakras damas bir. So'raganlar. Kraskasi qanday, respo? Polnasi tushib bo'lgan. Mana do'stlar. Tarix mashinada? Star bor, ha? Star bor ekan. Qo'llari bo'lgan. Qancha bo'lgan bu? Pravin bilasizmi aka? 600 ga qarab ketgan, ha? Narxini qancha aytyapsiz? 35 million. Bozor so'rami? Qancha so'radi? 25. Telefon nomeri bor, ha? Ayt. 93. Orqasida denalar bormi? Yo'q, bu van. Van bu. Ha, van. Nomer ayting. 95lik, 3lik. 3lik 283 283 57 57 87. 87 25 so'rab bermanlar. Bo'ldi.
98-yil do'stlar 25 million bo'ldi savdosi bo'lgan ekan, berilmagan ekan. Udari bor ekan, xullas zamas ozgina bir aylanib olganman nimanda. Mashina. Bir aylanib olganman nimanda. Do'stlar yil pastroqlarni qidirib ko'ryapman-da. 2008-yil ishlab chiqarilgan qaymoq rangda Damas bor ekan do'stlar. Buni kraskasi qanday reso? 50%. Udar yo'qmi mashinada? Strashniy sal udar bo'lgan, ha? Bo'ldi. Sal udarlari bo'lgan ekan do'stlar. Buni ko'rishlar mumkin. Lekin strashniy bo'lmagan ekan-da. Qancha yurdi bu mashinada aka? Bu mashina men yurganda tablo almashgan ekan. Yurgan ha, bir 540 ga yaqin yurgan ha. 540 yurgan. Narxini qancha aytyapsiz? Narxini 38 deyapmiz kelishdi. 38 kelishtiriladi. So'radimmi bozor? Bozor 35 gacha, 34, 35 gacha savdo bo'ldi. Nomer ayting. 97lik, 97lik 550, 550 26, 12. 26 12 nomerlarga telefon qilasizlar do'stlar. Qolgan ma'lumotlarni qo'ying, otaga bo'ladi. kerakmi senga? Bitta damasga. Mana do'stlar. Bitta like bor. Uchta laba bor ekan akamizda. Yili nechi bu labani? Qarang, 190likka Hay, 18, 18, 91, 18. Nar 18. 92, ha, 12 yili. 12. Buni narxi qancha aytilyapti buni? 85 damiz kelishib so'raveradi. 85. Kraskasi qanday buni? Kraskasi. Bitmosi bor. Petnos bor, metaldan qo'yilgan, tayyorlangan xullas, ha. Archa bola qo'yilgan ekan. Qo'lliklari bor, chiqil-piqillari bor, barlari yo'q ekan. 248 ming yurgan ekan. Petanlari bor ekan do'stlar. 18-yil. Mana do'stlar tayyorlangan. Tayyor qilingan labo. Qayerda mashina? Buni narxini qancha aytyapsiz? 85 deyapmiz, kelishib so'raveradi. 85 so'radimi bozor? Bozor so'rayapti. Qancha so'radi? Narxini so'rayapti. Savdolashganimiz yo'q. Savdo bo'lgan yo'q, nomer ayting. Nima? Nomer ayting, telefon. 95lik, 95lik 387, 387 10, 10 20. Yana bitta 20. Ha, 99lik, xo'p. 99lik 742, 742 42, 42 80. 80 nomerlarga telefon qilasizlar do'stlar. 85 ni aytilmish ekan. Hali bozor savdosi bo'lmagan ekan. Variantga berasizmi variantga? Biri yarim oylik yetmay qolsa beramiz. Bir oydan 1,5 oygacha beradi. Hammasi berilsa bu Bo'lmaydi, bo'ldi. Buni yili nechi? 23. 23-yil. Kraskasi qanday? Kraska chaqa chiqadi. Chaqa chuqa petnolari bor. Udar yo'q, ha? Yo'q, udar yo'q. Udar yo'q, chaqa chuqa petnolari bor ekan. Motor ochilmagan. Metanlari bormi? Bolalar ko'rishning mana o'rtacha chiqollar qo'yilgan, manivar qo'yilgan, poliklari bor. Yurgani qancha buni? 67 mingmi? 67 ming yurgan ekan buni salonlar ko'rishning do'stlar. 85 deyapmizmi? 80 million bo'lsa berib yuboramiz. 80 million bo'lsa beraverasiz, naq bo'lsa. Zatni kameralari bor ekan. Bozor qancha so'radi buni? Uyda 80 million qilgan bermadi, bozorga qani so'ragan. Qarasak endi berib yuborsak bo'larkan men. 80 ga beraman. Nomer ayting. Shu nomer. 99lik 99lik 292 292 97 91. 97 91 nomerlarga telefon qilsanglar. Variantga berasizmi? 2-3 oylarga beramiz. Gaplashamiz. Ikkinchi oy kutsa bo'ladi, ha? Leylik oyisini olib keling, ha, xudo. Do'stlar 16-yil ekan bu Damazning yili, oppoq rangda bu ham. Kraskasi qanday? Kattalarida? Ha. Mana shu yerda bor ekan, defekti bor ekan, xullas. Qolgan joyi yaxshi ekan. Yaxshi bo'lib qo'yilgan do'stlar, yaxshi holatda. 141 ming yurgan halol, ha. Qo'lik, chiqollari bor. Xo'p, 141 ming yurgan ekan. Sog'lom bo'lsin bu do'stlar. Metanlari bor, ha? Metanlari bor. Narxini qancha aytasiz buni? Almashda bilmayman. Narxini 65 deyapmiz, kelishamiz. 65 kelishinglar, ha? Siz kanalingizga so'ray o'tamiz. Qancha bu berasiz? Oxiri so'raysiz. Biz kanalda 60 tepasiga bitadi. 60 ga berib yuboring. Gaplashamiz. Nomer ayting. Shu bo'ynagi nomer, oldingi nomer. Ha, boya nomerga telefon qilasiz, xullas. Ikkita Damas ham nomer bitta bu. Bitta nomer do'stlar. Buni variantga berasizmi? Yo'q, buni variant bermayman.
Bering buni ham bir yekai bo'lsa kerak. Beraman nimaga taklif. Bo'ldi. Bu variant yo'q ekan, narigi varianti bor ekan do'stlar, 7 oygacha.